Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan kichkina summadan, ya'ni $100 bilan trading qandoq qilib turib boshlash mumkin va ana shu $100 ni 10 ming balki $100 ming ishlashimiz mumkin. Xuddi shu haqida sizlar bilan hozir gaplashamiz. Umid qilaman, mana shu 4,5 yillik tajribam sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, asosiy mavzu bizda hozir juda ko'pchilik qiziqadi. Men agar hozir tradingni o'rganadigan bo'lsam yoki bo'lmasam mayda summadan boshlasam bo'ladimi? Mani depozitim kam, men qandoq qilib turib u summani kattaytirishim mumkin degan haligi savollar bo'ladi. Va undan tashqari Instagram va YouTube'larda boshqa treyderlarni videolarini ko'ramiz, to'g'rimi? Ya'ni razgon deb qo'yamiz bu nomini. Kichkina summani katta summaga aylantirishdi. Xuddi shu narsani demak ana shu videolarda ko'rib turib motivatsiya olamiz va biz ham xuddi shunaqa katta summalar qilgimiz keladi. Lekin aslida mana shu $100 ya'ni mayda summani, balki u $50 bo'lishi mumkin-da, hamma o'zini sharoitiga qarab turib. Katta summaga qanday qilib turib aylantirsa bo'ladi? Kelinglar, bir ikkita variantlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz va undan keyin qaysi birini tanlash sizlarni o'zinglarga qoladi. Xo'p, mana buni o'chirib tashlaymiz. Razgon, ya'ni o'sha biza ko'radigan Instagramdagi, YouTube'dagi treyderlarda misol uchun kichkina summadan katta summa qilib yuboradigan razgon nima? Ya'ni men nazarimda riskka amal qilmagan holatda agressiv savdo, ya'ni o'xshab qolsa jackpot bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun aytaylik, bitta pozitsiyadan yoki bo'lmasam ikkita pozitsiyadan choqillatib ochib tashlaydi mana bunaqasiga. Full margin trade. Ana o'shandan keyin narx уже u tomonga yurib beradigan bo'lsa, misol uchun boyagi ochgan bo'ladigan bo'lsa-da, normalniy soqqani ishlab ketsa bo'ladi. To'g'risi, bo'lmaydi emas. Lekin o'xshamasa nima bo'ladi? Zambarida o'qi bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni shot ketadi, shot uxlaydi. Ana shu holatda. Tem более hozirgi mavzuni ko'rayotgan insonlar juda ko'pchiligi menimcha unaqangi katta kapitalga ega bo'lmagan insonlar hisoblanadi. Ya'ni siz bittada $100 yoki bo'lmasam $200 solib turib uni oqizib yuborish, menimcha sizni cho'ntagingizga ham juda katta zarar bo'ladi. Va buni asoratlari ham nima bo'lishi mumkin agarda bu narsaga o'rganib qoladigan bo'lsangiz? Solaverasiz, xuddi Alivon Expert qimorga o'xshaydi. Misol uchun, bu narsani qilmaslik kerakmi? Ya'ni kim qilish kerak, kim qilmaslik kerak? To'g'risini aytganda men bu narsaga neytral qarayman. Ya'ni agar siz haqiqatan ham $50, $100 siz uchun juda ham katta summa ko'rinadigan bo'lsa, to'g'risi bu temaga umuman aralashmaganingiz ma'qul. Misol uchun aytaylik, 5-10 ming oshiqcha puli borda, ana shu yerdan $100 yoki bo'lmasam $200 da haligi nafsni qichishini nima deydi? Nafsni qondirish uchun misol uchun ishlaydiganlar bo'ladi-da. Xuddi shunaqa holatda misol uchun можно deb hisoblayman. Chunki u 5-10 ming puli bor inson uchun va unga doimiy pul kelib turadigan inson uchun $100, $200, даже $500 ham unchalik katta bosim bermaydi. O'shani hisobiga menimcha shunaqa insonlar qilishi mumkin deb hisoblayman. Bo'pti. Men bo'pti, razgon qilmoqchi emasman, lekin mana shu $100 ni stabil ko'tarmoqchiman deydigan bo'lsangiz, men sizni matematikaga yo'naltiraman. Ya'ni agar mana shu yerda yozganimni o'qiydigan bo'lsangiz, demak agar stabil savdo qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bitta bitim uchun maksimum 1% yoki bo'lmasam 2% risk qilishingiz mumkin bo'ladi-da, agar haqiqatan ham stabil ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz. Lekin bu arziydimi shunaqa ishlashga? Qaranglar. $100 ni 1% bizda $1 bo'lyapti, 10% $10 bo'lyapti, to'g'rimi? Lekin juda ko'pchiligida sabri yetmaydi bu narsani, ya'ni bunaqa ko'rinishda ishlashga. O'shani hisobiga ko'pchilik mana bu yo'nalishga o'tib ketib qolgan. Tushunyapsizlar? Misol uchun aytaylik, 1% risk qilyapsiz-da, men sizga как ustoz sifatida 1 ga 3 ishlang yoki bo'lmasam 1 ga 5 ishlang deyishim mumkin-da. Соотношение. Sizni mana bu $3 qoniqtirmaydi. $100 ana shu 1% risk qilgan holatda ishlash. Даже mana bu qoniqtirmaydi. Agar omadingiz kelib qoladigan bo'lsa, $10 risk qiladigan bo'lsangiz-da, 1 ga 3 ishlaysiz, $30 profit.
baribir qoniqtirmaydi. Chunki insonni nafsi to'ymaydi hech qachon. Hech qachon to'ymaydi. Xo'p, mana shu yerda sizda bitta savol tug'ilishi mumkin-da. Xo'p, bizga hozir muammoni keltirib beryapsan. Bo'pti, razgon yomon ekan. Misol, bizni holatimizga to'g'ri kelmaydi ekan. $100 bilan stabil savdoyam bu narsani bo'pti, xo'p, bizani sabrimiz yetmir ekan. Qanaqa men uchun variant berasan deyishinglar mumkin-da. Ya'ni bu narsa vaqtinglarni ketkazishga mana shu ikkala ko'rinish arzimaydi. Eslab qolinglar shu gapimni. Agar hozir kimnidir ichida yo, man boshqacha odamman. Men misol uchun haligi tanlanganlardanman. Meni omadim zo'r deydigan bo'lsa, ularni mayli. Bir oydan keyin yoki bo'lmasam bir yildan keyin holatingizni kuzatamiz. Qanaqa bo'lar ekan? Bir o'xshaydi, ikkinchisida o'xshaydi, uchinchisida уже uxlaydi. Xo'p, sizlar uchun men variant berish mumkin. Ya'ni ana shu o'zim hazillashib aytib qo'yaman, tishim chiqqanidan beri prop trading bilan shug'ullanaman o'rtoqlar. Ya'ni xuddi sizga o'xshagan inson uchun $50, $100, balki $500 pulingiz bordir. Ya'ni mana shu tradingga ajratgan. Xuddi o'shanaqa insonlar uchun muammo yechimi prop trading hisoblanadi. Nimaga? Chunki prop tradingda masalan sizda o'sha $50 bo'lsin yoki bo'lmasam $100 bo'lsin. Misol kelinglar, $100 ga bitta $10,000 shotda olyapsizlar. Hozirgi holatda solishtirib beraman sizlarga. Va mana shu $10,000 shotni endi matematik hisoblab ko'ringlar. Ya'ni 1% $100 bo'lyapti, to'g'rimi? Hozirgi bilan umuman yer bilan osmonchalik farq qilyapti. Risk qiladigan bo'lsanglar, 1% $100, 10% $1000 bo'lyapti, to'g'rimi? 10% bu yerda qancha bo'layotdi? $10 bo'layotdi. Va mana shu yerda agar hisoblaydigan bo'lsanglar, $10,000 akkaunt olyapsizlar-da. Mana shu $10,000 akkauntni 1 ga 3 ishlayapsizlar. 1 ga 3. Ya'ni 1% risk qilinyapti. To'g'rimi? $300 bo'lyaptimi shu yerda? Mazza qilib ishlaysiz-da. Tushunyapsizmi? Mazza qilib ishlaysiz. Agar bundoq foizlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak-da. Xo'p. Undan tashqari, prop tradingni yana qanaqa foydali tomonlari bor? Stabil daromad qilgan holatda kengaytirish mumkin. Ya'ni, misol uchun aytaylik, qaranglar mana, oddiy haliginaqa yo'nalish. Misol uchun, $10,000 akkaunt olyapsizlar. Olganinglardan keyin birinchi, ikkinchi etapdan o'tyapsizlar. Agar bu narsani bilmaydigan odamlarga hozir qisqacha tushuntirib ham o'taman, qanday qilib o'tiladi. Ya'ni qanaqa shartlari bo'ladi. Xo'p. Olyapsizlar-da, mana shu $10,000 akkauntdan aytaylik bir oyda 5% profit qilyapsiz. To'g'rimi? 5%. Bu degani $500 degani o'rtoqlar. Tushunyapsizlar, gap nima haqida ketyapti? 5% profit qilyapsiz, ya'ni payout qilyapsiz, pulingizni yechyapsiz-da. Yechganingizdan keyin mana shu $500 ni yarmiga endi $250 bo'ladimi? Mana shu $250 ga 50 minglik yoki bo'lmasam $25,000 prop akkaunt olyapsiz. Va xuddi shunaqa ko'rinishda, demak, birinchi 25 olasiz, undan keyin 50 ga o'tasiz, ya'ni ana shu $25,000 dan payout qilib turib, undan keyin 100 mingga o'tasiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda kengayib ketaveradi. Sizlar akkauntinglarni qanchalik kengaytirganinglar sari sizlarda mana bu foizlar ham ko'tarilib ketaveradi. Nimaga? Chunki misol uchun mana 100 mingga yetib borganinglarda, 100 minglik prop akkauntga yetib borganinglarda 1% qancha bo'ladi? 1% $1000 degani. Tushunyapsizlar? Ya'ni har bittamizni orzuyimiz. Misol uchun mana O'zbekistonda sharoitda oladigan bo'lsak, любой odam oyiga $1000, $2000 agar men pul topib turadigan bo'lsam, men kayf qilib turib yashayman deydi-da. O'shani hisobiga mana shu prop trading, ya'ni xuddi shunaqa ko'rinishdagi kengaytirishlar sizga imkoniyatni beryapti. Ya'ni o'sha O'zbekistondagi eng yaxshi yashaydigan yoki bo'lmasam o'zini demak bemalol chiqimlarini qoplaydigan, oilasiga sovg'alar olib beradigan bir moliyaviy erkin insonni hayotini demak sizlarga qurishda yordam beryapti. Xuddi shu prop shot. Ya'ni mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu holat bilan mana bu holatni farqi juda ham katta. Ya'ni yer bilan osmonchalik. Bu
reallikka yaqinroq. Bunga qaraganda. Bunda ham misol uchun siz shotingizni oqizib qo'yishingiz mumkin. Lekin agar siz to'g'ri bilim olgan bo'lsangiz, to'g'ri insondan bilim olgan bo'lsangiz, menimcha o'sha insonni yordamida ko'rsatmalari bilan demak, xuddi shunaqa natijalarga erishsangiz bo'ladi-da. Ya'ni ustoz to'g'ri tanlash kerak demoqchiman. Endi mana shu prop akkauntlarda qanday imtihondan o'tiladi? Kelinglar, mana shu yerda men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Prop akkauntlarda ikkita etap beriladi. Ya'ni sizga test, imtihon deb qo'yman bu narsani hamma tushunishi uchun. Birinchi etapda 8% qilib berishingiz kerak. Ikkinchi etapda bo'ladigan bo'lsa 5% qilib berishingiz kerak. Misol uchun bu narsani $10,000 akkaunt misolida oladigan bo'lsak, birinchi etapingiz $800 bo'ladi. Ikkinchi etapingiz qancha? $500 bo'ladi. Va mana shu yerda yana bitta narsa bor. Agarda siz prop akkauntda ishlaydigan bo'lsangiz, bir kunda eslab qoling. Bu narsani endi haligi qoidalarida ham o'rganib olsangiz bo'laveradi. Prop akkauntlarda qoidalarida 5% bir kunda yo'qotishingiz mumkin bo'lgan summa 5% ga teng. Demak, bu qancha? $500 degani. Ikkinchi nima deydi? Ikkinchi qoidasi bo'ladigan bo'lsa, siz umumiy 10% yo'qotishingiz mumkin. Ya'ni bu degani $1000 degani. Vot. Bir kunda 5% dan oshib ketmasligi kerak. Umumiy holatda, ya'ni mana 5% minus qilib qo'ydingiz-da, уже sizda qancha imkoniyat qolyapti? Yana 5% qolyapti. Ana o'shanda umumiy 10% bo'lyapti sizni yo'qotishingiz mumkin bo'lgan summa. Va mana shu narsalardan muvaffaqiyatli o'tyapsiz. O'tganingizdan keyin nima bo'lyapti? Uchinchi etapda funded account olyapsiz. Ya'ni sizlarga ana shu funded account beradi va u yerda 80 ga 20 asosida ishlaysiz. Ya'ni agar siz $1000 profit qiladigan bo'lsangiz, $800 sizniki, $200 bo'ladigan bo'lsa, propniki. Tushundinglar? Ya'ni ana shu investitsion kompaniyaniki bo'ladi. Vot. Xuddi shunaqa ko'rinishda ishlasanglar, demak, bemalol bo'laveradi agarda siz kapitalingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa. Va men sizlarga bu narsani xohlasanglar real misollarda ham ko'rsatib bera olaman. Ya'ni qanchalik bu reallikka asoslangan. O'zi aslida prop shotlar pulni yechib beradimi? Misol uchun men aytdim sizlarga, tishim chiqqandan beri prop akkauntlarda ishlayman. Hozirgi kungacha plus minus 70-80 ming, bilmayman. Ko'rib olsanglar bo'laveradi. Ya'ni prop akkauntlar yech beradi, prop shotlar yech beradi demoqchiman. Xuddi shunaqa ko'rinishda demak ishlab kelganman o'rtoqlar. Ana shu 100 minglik akkauntlarda kuchi mana shu narsa. Tushunyapsizlar, bu sizlarga endi как haligi motivatsiya bo'lsin degan holatda tashlab qo'yapman. Xuddi shunaqa ko'rinishda bemalol ishlasanglar bo'laveradi agarda siz to'g'ri prop kompaniya demak tanlagan bo'lsangiz. Ya'ni mana bu yerda ham yozib qo'ygan ekanman, 100 ga funded bilan nima qilsa bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda ishlasangiz bo'laveradi. Tushunarli-a? Xo'p. Men sizlarga ana shu bir nechta ishonchli prop kompaniyalarni kommentariyada va opisaniyada qoldiraman, bemalol ko'rib olsanglar bo'laveradi. Undan tashqari, agarda siz ham mana shu propda ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam tradingda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol meni Telegram lichkamga yozsangiz bo'laveradi. Uni ham men tashab ketaman. Ya'ni Telegram shaxsiy nimami? Akkauntimi. Bemalol maslahatlarni olsangiz bo'laveradi. Prop bo'yicha bo'ladimi yoki bo'lmasam o'qish bo'yicha bo'ladimi, tradingni o'rganish bo'yicha bo'ladimi, bemalol. Bo'lmasam sizlar bilan chumoli trader bo'ldi, ya'ni Sobirov Hayotullo bo'ldi. Kuninglar yaxshi o'tsin, sizlarga foydali kontent bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.